Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kiberxavfsizlik zaifliklari mavzusida video darslikni boshlaymiz. Ushbu darsda biz zaiflik turlari, hujum usullari va himoya choralari haqida batafsil gaplashamiz. Kiberxavfsizlik bugungi kunda har birimiz uchun muhim mavzu hisoblanadi. Chunki bizning shaxsiy va professional ma'lumotlarimiz doimiy xavf ostida. Zaifliklar nima? Avvalo zaiflik nima ekanligini tushunib olaylik. Zaiflik bu tizim, dastur yoki jarayondagi xavfsizlik nuqsoni bo'lib, u hujumchilar uchun tizimga ruxsatsiz kirish imkonini yaratadi. Zaifliklar 3 asosiy turga bo'linadi. Dasturiy zaifliklar, insoniy zaifliklar va tarmoq zaifliklari. Dasturiy zaifliklar dastur kodidagi xatolik va kamchiliklardir. Eng keng tarqalgan muammolardan biri bu SQL inyeksiya zaifligi. Ekranda ko'rsatilgan JavaScript kodiga qarang. Bu yerda foydalanuvchi kiritgan ma'lumot to'g'ridan-to'g'ri SQL so'roviga qo'shilmoqda. Bu juda xavfli, chunki hujumchi maxsus kod yozib, ma'lumotlar bazasiga ruxsatsiz kirishi mumkin. Endi insoniy zaifliklar haqida gaplashamiz. Afsuski, eng kuchli xavfsizlik tizimlarini ham inson omili buzishi mumkin. Eng keng tarqalgan insoniy zaifliklar: birinchi, kuchsiz parollar 1234, QWERTY kabi oddiy parollardan foydalanish. Bu xakerlar uchun ochiq eshikdir. Eng qiyin parol bu harflar, raqamlar va belgilardan tayyorlangan paroldir. Ikkinchi, phishing hujumlari. Bu hujumchilar yuborgan shubhali elektron xatlar va havolalar orqali amalga oshiriladi. Foydalanuvchi shu havolani bosganda uning ma'lumotlari o'g'irlanishi mumkin. Tarmoq zaifliklari. Tarmoq zaifliklari noto'g'ri sozlangan qurilmalar va tarmoq konfiguratsiyasidir. Bu hujumchilar uchun ochiq eshiklar yaratadi. Ekrandagi tarmoq arxitekturasiga qarang. Router standart parol bilan, firewall ochiq holatda. Bu xavfsizlik uchun jiddiy tahdid. To'g'ri konfiguratsiya qilingan tarmoq esa himoyalangan hisoblanadi. Esda tuting, to'g'ri konfiguratsiya xavfsizlik kalitidir. SQL inyeksiya eng xavfli zaifliklardan biri. Bu orqali xakerlar ma'lumotlar bazasini o'g'irlashi mumkin. Hujum namunasiga qarang. Foydalanuvchi username maydoniga ushbu ma'lumotni kiritadi. Natijada yaratilgan so'rov barcha foydalanuvchilarni qaytaradi. Chunki 1 har doim rost. Barcha ma'lumotlar oshkor bo'ladi. Himoya usuli esa parametrlangan so'rovlardan foydalanishdir. Bu yerda foydalanuvchi kiritgan ma'lumot avtomatik tekshiriladi va xavfsiz qilib qo'yiladi. XSS zaifligi orqali xakerlar foydalanuvchi ma'lumotlariga ruxsatsiz kirish huquqini olishi mumkin. Hujum jarayoni shunday: foydalanuvchi saytga zararli skript kiritadi, server uni saqlaydi va boshqa foydalanuvchilarga ko'rsatadi. Himoya usuli bu kodlash yoki enkod barcha foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni maxsus belgilarga aylantirish orqali skriptlar faoliyatini to'xtatishi mumkin. Zaifliklarni kamaytirish uchun ikkita asosiy yo'nalish mavjud. Birinchi, muntazam yangilanishlar. Dasturiy ta'minotni doimiy yangilang, xavfsizlik yamalarini o'rnating va eski versiyalardan foydalanmang. Ikkinchi, kuchli parollar kamida 12 ta belgidan iborat, harflar, raqamlar va maxsus belgilarni qo'llagan parollardan foydalaning. 2 faktorli autentifikatsiyani yoqing. Eng muhim narsani yodda tuting. Xavfsizlik bu jarayon, natija emas. Xavfsizlikni ta'minlash uchun doimiy yangilanish, doimiy kuzatuv va doimiy o'rganish kerak. Bugun o'rgangan bilimlaringizni amalda qo'llang va xavfsizligingizni oshiring.